Ankara, ben keldim. Ellerine sağlık. Hadi durma, kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Yalan dünyanda tek seferin, onu kaybetme. Onu kirletme, hırsınla süsleme. Ellerine sağlık. Hadi durma, kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Yalan dünyanda Ankara tek ko'chalarida kechki soat 7 o'zbek chet elda nima qiladi? Birinchi bo'lib to'pa-to'g'ri do'konga kiradi. Ana hozir birinchi valyuta maydalab. Keyin do'kon aylanamiz. Endi sekin gostinitsaga qaytyapman. Hozir gostinitsani obzor qilib beraman sizlarga. Mana xonam 12-etajdagi 1201-xona bo'ldi. Hozir birgalikda, men to'g'risi hali o'zim ham bilmayman, birgalikda hozir room tur qilamiz. Men birinchi marta mana kiryapman. Mana. Bismillah. Qaramay turaman, chunki men hujjatlarim, sumkalarimni olib kirib olay. Oho. Korolevskiy klub yo'q. Assalomu alaykum deb. Opa yaxshimisiz deb. Tak, yomon emas. Ana bo'lmasa, dararadan. O'n ikkinchi etajdaman men. Manzami? Ana sizga kechqurunga Ankara. Bu videoni soat nechida ko'rishingizdan qat'iy nazar xayrli bo'lsin sizga, menga. Lekin men hozir real yotib dam olsam bo'lmaydi. Voy, joylari ham mazza ekan lekin. Yaxshi dam olinglar. Ertaga gaplashamiz. Boya banda buncha qorong'ida o'tirdim. Yorug' ekan. Kstati, keyin qaysi gostinitsaligini ertalab yorug'ida ko'rsataman. Hop. Soqollar ham bitta qiz aytadi. Ulug'bek sizga soqol yarashmas ekan deydi. Men sizga ham dedim. Unitaz oldida telefon bor ekan. Alo. Bu magobga oringlar iltimos. Davay. Sizlar ham uyquga kelmayaptimi? Mengacha kimlar o'tgan ekan bu gostinitsada, aynan mashxonada. Brad Pitt, Shohruxxon. Kim? To'g'risini aytsam, qo'rqyapman bu joydan. Kecha o'sha Istanbuldagi gostinitsani qarang. Istanbuldagi gostinitsani xonani obzor qilmaganimni qarang, lekin u yaxshi edi. Qaysi ma'noda yaxshi edi? High-tech usulida edi. Bu чересчур Korolevskiy ekanda. Yaxshi dam olinglar. Assalomu alaykum Ankara. Oh. Tak, bizaga necha kerak edi? 0. Liftlarni ham zo'r qo'yibdi. Korolevskiy dedimi? Sumkam shu Turkiyaga kelgandan beri yondan tushmadi. Eng qizig'ichi, tuxumni Toshkentda yesam ham bo'ladi. Umuman yemagan ovqatlarimdan tatib ko'rsam bo'ladi-yu, yo'q.
yo'q, bunaqa qilamiz. Chunki biz sayr sayohatdamiz. Bilib bo'lmaydi, ko'chada ketayotganda birdaniga aka deb qolsa, hozir dish ulgurolmay qolishim mumkin. Xudo asrasin. Lekin mana bundan olamiz. Etika, estetika bo'yicha vilka bilan pichoqni ushlab turib ovqat yeyish kerak deydi. Men u narsaga to'g'risini aytaman, qarshiman. Ota-bobong yegandek yegan. Masalan, oddiy olib, bunday olganda deylik. Normal. Mana bilsanglar, ayol kishini oldida oxiri ana yeb ichgandan keyin hisob to'lash etika, estetikaga to'g'ri kelmaydi deydi. Bizning o'zbeklar nima qiladi? Ayol kishini olib pul to'lash kerak. U o'zi вообще uchrashuvga boshidan bilsangiz agar. Shuni stol ustiga taq qilib klachini qo'yib qo'yadi. To'g'rimi? Boshdan pultini qo'yib qo'yadi. Telefon, keyin parlament sigaretini qo'yib qo'yadi. O'zi Kate Mix chakadi. Biz qiz bilan uchrashuvga chiqqani uchun parlament olgan. Keyin mana bunaqa ham labini mana bunaqa artishadi-yu. Yengi boyladi. U просто shunaqa joyga kirgani uchun shunaqa qiladi. Atak shunaqa. Hush. Odamzod nima bo'lsa yer ekan, Turkiyada midye degan narsani maqtashdi, dengiz ichi degani. Xudo qilar ekan. Keyin limonni olib bunday siqar ekan. Keyin buni o'zini qoshiq qilib bunday qilib limonning kislotasimi bu yerda asosan yoki baliq anaqaga ham ichida guruchmi? Dengiz tarakani bu. Bu dengiz tarakani. Bu tarakan yedimmi?